Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ushbu video davomida qavs ochish qoidalarini o'rganamiz. Dastavval bu qoida bilan tanishimiz kerak, ya'ni ikkita musbat kelsa va ikkita manfiy kelsa musbat olishimiz kerak ekan. Har xil ishoralar kelsa manfiy olishimiz kerak ekan va sonning oldiga ishora ko'rinmay turgan bo'lsa musbat bo'lib qabul qilishimiz kerak ekan. Birinchi misolimizda qavsni ochib chiqamiz, ya'ni qavsning oldida +4 va ichkari ishoralar bilan mana bu qoidaga tushirib ko'ramiz. A plus minusda minus, plus minusda plus, plus minusda minus. Ikkinchi misolga o'tamiz. A minus minusda plus, minus minusda minus, minus minusda plus. Ya'ni bir xil kelib qolsa plus bo'lar ekan, har xil kelib qolsa minus bo'lar ekan. Mana bir xil kelib qoldi, plus olib ketdik. Xo'p, keyingi misolimizda hozir bizga mana bu yoqda b ning ishorasi yo'q, ya'ni musbat bo'lib qabul qilishimiz kerak mana bu qoidaga ko'ra. Ya'ni minus va plus minusni beradi. Ikkita minus plusga o'tadi. Minus plus minusni beradi. Qavs ochish qoidalarini o'rganib chiqqanimizdan keyin bizga mana bunaqa misollar kelsa, foydalanib ketishimiz mumkin. Ya'ni avval qavslar dastavval ochilib, keyin hisob-kitob jarayoniga o'tsak bo'ladi. Minus 16 ikkita bir xil, ya'ni minus minus plusga o'tadi. Plus minus minusga o'tadi. Ikkita juftlashtirib ishlaymiz. Har xil ishorali sonlar ekan ayiramiz, ya'ni 23 dan 16 dan 7 yozib, kattasining ishorasini natijaga ta'sir ettiramiz. Va davomidan qolgan misolni ko'chirib olsak, e'tibor bersak yana har xil ishorali sonlar, har xil ishorali sonlarda ayriladi, ya'ni 8 dan 7 dan ayirib 1 va natija kattasining ishorasi bilan chiqadi.